Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana ko'rib turganingizdek, korxonamizning yubiley nishonlash arafasidamiz. Mana xizmat mashinalarini sizlarga bugun taqdimotini o'tkazaman. Volkswagen Caddy bu mashinamiz maxsus jihozlangan bo'lib, yozuvlari va korxonamizning logotiplari tushirilgan. Bu xizmat mashinamiz bu texnik xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan bo'ladi. Avariya tiklash holatlarida tezkor shaklda xodimlarimizni obyektlarga yetib borishni o'z vaqtida ta'minlab berish maqsadida shu mashinalarimiz biriktirilgan hisoblanadi. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek, ikkinchi Volkswagenimiz yoniga keldik. Bu Volkswagen ham maxsus guruhlarimizga biriktirilgan bo'lib, yonlariga firmamiz logotiplari hammasi joylashtirilgan. Ko'rib turganingizdek, Industrial Engineeringning yong'in xavfsizligi va texnik xizmat ko'rsatish hamda video kuzatuv xizmatlari kimga kerak bo'lsa, Industrial Engineeringga murojaat qilishingizni so'raymiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana mashinamizning 3-chisiga keldik. 3-Volkswagen, e'tibor bering. Og'irlikdagi yuklarni hamda gabariti yuqori katta bo'lgan yuklarni olib yurishga mo'ljallangan bo'lib, hamda Industrial Engineering jamoasining maxsus xizmat mashinasi hisoblanadi. Bu xizmat mashinasi o'sha instrumentlar va jihozlarni bir tochkadan ikkinchi tochkaga tez va qulay olib borish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Bu ham mashinamiz, korxonamiz balansida hisoblanadi. Korxonamiz balansidagi mashinalarning 3-chisiga navbatga keldik. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek, yana bitta mashinamizni sizga taqdimotini ko'rsataman. Bu mashinamiz yanada kengroq, kattaroq va yuqori sig'imga ega bo'lgan hisoblanadi. Ishchilarimizni bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga tez va oson va qulay, eng asosiysi komfort sharoitlarda yetkazib borishni hamda zudlik bilan, tezlik bilan kerakli nuqtalarga o'z vaqtida yetib borishni ta'minlaydi. Kimga yong'in xavfsizligi va texnik xizmat ko'rsatishlar, video nablюдение hamda qo'riqlashni signalizatsiya bo'yicha xizmatlar kerak bo'lsa, Industrial Engineering korxonasiga murojaat qilishingiz mumkin.